Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram musulmonlar, bugungi kunda musulmonlarda o'rtasida noto'g'ri fikrlardan biri islomda siyosat yo'q, siyosat islomdan emas, siyosatga aralashmanglar, siyosat bu kir iflos narsa degan fikrlar ko'p takrorlanadi. Bu endi haqiqatda qanday, islomda siyosat bormi yo'qmi? Bu muhim masala, chunki musulmonlarda rivojlanishi mana shu fikrlarga bog'liq. Agar musulmonlar shunday deb fikrlasa, demak har bir musulmon dunyoda nima ketyapti, bu davlatlar nima qilishyapti, to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi, bu haqda o'ylamasa, u musulmonlar tuban holatga tushadi. Faqat o'zini tinchini o'ylaydigan, boshqalarni o'ylamaydigan tuban bir holatga tushib qoladi. Endi buni albatta musulmonlarning dushmanlari xohlaydi buni. Musulmonlarda ayni shunaqangi tuban holatda saqlab qolish uchun ular shunday fikrlarni beryaptiki, musulmonlar tepasidagi turgan hokimlar qanday hukm yuritishyapti, musulmonlarning manfaatini himoya qilyaptimi yo'qmi, yoki musulmonlarni ma'naviyatlari va ularni boyliklarini talon-taroj qilish, mana shu bilan shug'ullanyaptimi? Buni musulmonlar tushunmasligi bu kofirlar uchun muhim. Endi musulmonlarda mana bu holatga kelib qolishligi albatta ana shu kofirlarni qilgan ishlari. Aytaylik, Yevropa, Amerika, Rossiya va boshqalar. Hammanglar juda yaxshi bilasizlar, dunyoni 60% boyligi musulmonlar yashab turgan territoriyalarda joylashgan. Bu boyliklarni kofirlar qo'lga kiritishi kerak. Uning uchun musulmonlar ko'p fikrlamaydigan, to'g'ri noto'g'rini, yaxshi yomonni, do'st dushmanni ajratmaydigan bo'lishi kerak. Oson aldanadigan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham musulmonlarga, bizga shu siyosatga aralashmanglar degan fikrni singdiryapti. Endi buni bunday fikrlab qaraydigan bo'lsak, Yevropa xalqi, Amerika xalqi dunyoda bo'layotgan siyosatlarda, dunyodagi kechayotgan voqea hodisalardan xabardor bo'lib, u voqea hodisalarni o'zlarini foydasiga hal qilishga urinishadi va bunda ular tepalaridagi hokimlarini, prezidentlarini so'roq savolga tutishadi. Ular to'g'ri ish qilyaptimi yo'qmi, bizni manfaatlarimizni himoya qilyaptimi yo'qmi deb doim ular buni tekshirib turishadi. Endi musulmonlardan esa buni aksi talab qilinyapti. Ya'ni musulmonlar siyosatga aralashmanglar degani, demak sizlarni tepalaringdagi hokimlar nima qilayotganiga ishinglar bo'lmasin. Sizlar qorninglarni o'ylanglar, tinchlikni o'ylanglar. Birov sizlarni o'ldirmayaptimi? Demak tinch yashayapsizlarmi? Mana shu narsa sizlarga katta ne'mat deb tushuntirilyapti. Endi aslida dinimizda qanday? Dinimiz bunga qanday qaraydi? Bizi dinimizni bugungi kunda musulmonlar tomonidan shunday tushuniladiki, din islom bu namoz, ro'za, zakot, ota-onani hurmat qilish, aroq ichmaslik, zino qilmaslik, mana shundangina iborat deb biladi. Vaholanki albatta musulmonlarda bor to'g'ri fikrlar. Masalan, islom hayotdagi hamma muammolarga yechim beradi. Hamma narsaga islomda javob bor
deyishadi, lekin o'sha javobni islomdan qidirishmaydi. Islomga rioya qilish kerak, halol haromga qarab yashash kerak, Allohning aytganidan chiqmaslik kerak degan umumiy fikrlar bor. Lekin amalda esa o'sha hayotdagi hamma muammolarga, o'sha siyosiy muammolarga ham islomdan yechim qidirib, islomda yechimini aytsa, sen siyosatga aralashma deyishadi. Bu endi albatta bilmaganligi uchun deb hisoblaymiz. Chunki agar bilib turib shuni qiladigan bo'lsa, unda ularning oqibati juda xunuk bo'ladi. Unda ular islomga qarshi harakat qilayotgan hisoblanadi, munofiq hisoblanadi. Shuning uchun biz unday emas, musulmonlar haqida yaxshi gumonda bo'lamiz. Ko'pchiligi islomni o'sha siyosiy tomonlarini bilmaganligidan shunday deb qaraydi. Endi shuning uchun biz shu islomni siyosiy tomonlarini ham bir oz yoritmoqchimiz. O'zi asli siyosat degan so'z arab tilidan olingan. Sasa yasusu siyasatun deydi, boshqarish degani. Buni Rasul sallallohu alayhi va sallam hadislarida shu siyosat so'zini ishlatgan. Rasul sallallohu alayhi va sallam mana aytadiki, Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kanat banu Isroil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'un fayakthurun. Qalu ya Rasulallah fama ta'muruna? Qala awfu bi bay'atil awwali fal awwal a'tuhum haqqahum was'alullaha alladhi lakum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Muttafaqun alayh. Ya'ni Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilingan sahih hadis. Rasululloh mana bu hadisda aytadiki, Banu Isroil deydi, ya'ni bu yahudiylar. Tasusuhum, ana shu tasusuhum degani siyosat so'zidan olingan. Shuni fe'li. Tasusuhum, u yahudiylarni payg'ambarlar boshqarar edi. Agar bir payg'ambar kelib ularni boshqarib o'lsa, uni orqasidan yana bir payg'ambar kelar edi. Endi mendan keyin payg'ambar kelmaydi dedi Rasululloh. Mendan keyin payg'ambar yo'q. Unda payg'ambardan keyin kim boshqaradi? Rasululloh aytdiki, va sayakunu xulafa, xalifalar bo'ladi dedi. Ular fayaksurun, ko'p bo'ladi dedi. Shunda sahobalar aytishdiki, ya Rasululloh, biz nima qilishimiz kerak? Nimani buyuruysiz? Biz masalan siz o'lsangiz, sizdan keyin xaliflar bo'lsa, biz nima qilamiz dedi. Rasululloh aytdiki, awfu bi bay'atil awwal fal awwal. Birinchi kimga bay'at bergan bo'lsanglar, ana shunga vafo qilinglar dedi. Bay'at degani nima degani? Bay'at degani bu kelishuv degani. Kelishuv xalif bilan kelishiladi. Ya'ni musulmonlar oralaridan o'zlari ishongan, taqvosiga, iymoniga ishongan va shu odam bizga boshliq bo'la oladi deb bilgan kishisini saylab, tanlab, bilan so'zlashuv bo'ladi, kelishuv bo'ladi. Qanday kelishuv? Biz seni deydi hokim qilib saylaymiz, shu shart bilanki sen Alloh yuborgan shariat qonunlarini bizi ustimizdan tatbiq qilasan va bu ishda, ya'ni Allohning qonunlarini tatbiq qilishlikda nima qilish kerak bo'lsa, sen bizga buni buyuruysan va biz senga itoat qilamiz. Mana bu xalif bilan musulmonlarning o'rtasida bo'ladigan kelishuv. Shu kelishuvga ikki tomon rozi bo'lsa, xalif saylanadi va xalif Alloh tomonidan yuborilgan shariat qonunlarini tatbiq qiladi
va bunda ummat, ya'ni musulmonlar xalifga ko'makchilik qiladi va xato qilsa, ana shu shariat hukmlaridan chetga chiqib qolsa, uni to'g'ri yo'lga solishadi, uni to'g'rilashadi xatolarini. Rasul sallallohu alayhi vasallam mana bu yerda aytayaptiki, o'sha birinchi bay'atinglarga vafo qilinglar. Ya'ni bu degani xalif ikkita bo'lmaydi, bitta bo'ladi. Umum musulmonlarning hammasiga. Birinchi kimga bay'at bersalaring, ana shunga qilgan va'dalaringga vafo qilasizlar. Ya'ni bo'ysunasizlar. A'tuhum haqqahum, ana shu xalifga haqqini beringlar. Xalifning haqqi nima? Musulmonlar unga itoat qilishadi. Vas'alullohallazi lakum, va sizlar xohlagan narsalar ba'zilari bo'lmay qolsa, sizlar haqqinglarni Allohdan so'ranglar. Alloh esa u xaliflarni, boshliqlarni Alloh so'raydi. Ya'ni agar ba'zi bir narsalarda adashib, xato qilib, noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, Allohning oldida ular javob beradi. Ozgina bir yerda xato qilsanglar, uni mansabidan ag'darib, uni olib tashlolmaydi. Uni o'zini alohida shart-sharoitlari bor. Shuning uchun demak, mana bu hadisda nima demoqchiman? Hadisda birinchidan siyosat so'zi ishlatilyapti. Qaysi ma'noda? Boshqaruv degan ma'noda. Va bu hadisda musulmonlarni boshlig'i bo'lishi, xalif bo'lishligi kerakligi haqida gapirilyapti. Bu siyosat, boshqaruv, xalif bu boshliq va bu boshliqqa itoat qilishlik haqida gap ketyapti. Va bu boshliq shariat hukmlari bilan, shariat qonunlari bilan hukm yuritishi kerakligi aytilyapti. Yana Rasul sallallohu alayhi vasallam Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Vallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf va la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Alloha an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab." Bu hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadiki, Allohga qasamki deydi. Ya'ni meni jonim uni qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, sizlar albatta Alloh buyurgan yaxshiliklarga, farzlarga buyurasizlar va albatta sizlar munkar, Alloh man qilgan harom ishlardan boshqalarni to'xtatasizlar, qaytarasizlar. Agar shunday qilmasalaring, unda Alloh sizlarga o'zi tomonidan jazo yuboradi-da, keyin sizlar Allohga duo qilsalaring ham sizlarni duolaring qabul bo'lmaydi deyapti. Bu yerda Alloh buyurgan farz amallariga, Allohning shariat qonunlariga buyurish va shariatda man qilingan harom ishlardan qaytarish masalasi turibdi. Rasululloh albatta sizlar shuni qilasizlar deyapti. Qilmasalaring unda duoinglar qabul bo'lmaydi deyapti. Endi amri ma'ruf nahiy munkar bu faqat oddiy odamlarga emas, bu boshliqlarga ham taalluqli. Ya'ni hokimlarni ham ana shu Alloh buyurgan qonunlarni tatbiq qilishga, Alloh man qilgan haromlardan to'xtatishlikka buyurish kerak. Haromdan ularni qaytarish kerak. Bu siyosat bu. Agar musulmonlar tepalaridagi hokimlarni to'g'ri ish olib boryaptimi, noto'g'ri ish olib boryaptimi, buni bilmasa, bunga qiziqmasa, bunga e'tibor bermasa, unda qanday ularni amri ma'ruf qiladi? Qanday ularni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradi? Mana bu hadis bizdan talab qilyaptiki, biz albatta siyosatga aralashishimiz kerak. Boshliqlarimiz bizni qaysi tomonga olib ketyapti? Buni bilishimiz kerak. Bizni jannatga yetaklayaptimi
yoki do'zaxga yetaklayaptimi? Bizni muammolarimizni Alloh yuborgan, bizni yaratib, dunyoni yaratib, hamma narsaga ega bo'lgan, adashmaydigan, hamma narsani bilguvchi Alloh tomonidan kelgan qonunlar bilan bizni boshqaryaptimi? Yoki Allohni dushmani bo'lgan kofirlarni qonunlarini olib kelib biz ustimizdan tatbiq qilyaptimi? Mana bu siyosat. Mana buni musulmonlar bilmas ekan, to'g'rilikni talab qilib, haromdan, noto'g'ri ishlardan qaytarmas ekan, musulmonlar hech qachon ko'zi ochilmaydi, rivojlanmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Moida surasini 49-50 oyatida aytadiki: Astaizu billah va anihkum baynahum bima anzalallohu va la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Alloh taolo mana bu oyatda ochiq payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga aytayaptiki, sen bu insonlarni o'rtasida Alloh senga nozil qilgan, yuborgan qonunlar bilan hukm yurit, ularni boshqar, ularni o'rtalarida chiqayotgan, paydo bo'layotgan muammolarni Alloh senga nozil qilgan qonunlar bilan yechikin, hal qilgin deyapti. Vala tattabi ahvaahum, ularni insonlarni xohish istaklariga ergashmagin. Ya'ni odamlar bugun chiqargan qonunlari, ya'ni o'sha parlament qabul qilayotgan qonunlar qaysi qonunlar? Insonlar xohlayotgan Allohning shariatiga zid bo'lgan qonunlar. Alloh taolo aytayaptiki, unday qonunlarga qarama, ularni insonlarda xohish istaklariga ergashma. Wahdharhum, va sen ehtiyot bo'lginki, ular seni Alloh yuborgan ba'zi bir qonunlardan seni chalg'itib qo'ymasin deyapti. Ya'ni Allohning qonunini hammasini ijro qilish kerak. Ba'zisini qo'yib, ba'zisini nima deydi, olmaslik kerak. Alloh taolo aytibdiki, Alloh senga yuborgan qonunlarni ba'zi biridan seni chalg'itib qo'yishlaridan ehtiyot bo'lgin. Agar ular deyapti, fa in tavallav, agar ular Allohni yuborgan qonunlaridan bosh tortishsa, sen bilginki Alloh subhanahu va taolo ularni ba'zilarining gunohi tufayli ularni Alloh jazolashlikni xohlabdi. Odamlarni ichidagi ko'pchiliklari fosiq, ya'ni Allohni yuborgan qonunlarini mahkam tutmaydigan insonlar. Ularga quloq solmagin deydi. Afa hukmal jahiliyyati yabghun, bu insonlar johiliyat hukmlarini, johiliyat qonunlarini xohlaydilarmi? Johiliyat degani islomdan avvalgi, ya'ni islomdan avval nima edi? Islomdan avval odamlar o'zlari chiqargan qonunlar bilan yashashar edi. Yana shuni xohlashyaptimi uni deydi. Va man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun. Iymon keltirgan, iymoni bor, men musulmonman, Qur'onga ishonaman, oxiratga ishonaman, Allohga ishonaman degan insonlar uchun Alloh yuborgan qonunlardan, hukmlardan ko'ra yaxshirog'i bormi? Allohdan ko'ra kim chiroyliroq, to'g'riroq, yaxshiroq qonunni beradi? Iymonli odamlar ana shu Alloh yuborgan qonunlarni tanlaydi. Mana shu eng to'g'risi, mana shu eng yaxshisi deb. Mana siyosat. Bu oyat siyosatga taalluqli. Islomda siyosat yo'q degan odamlar ko'zini katta ochsin, bu oyatlarni o'qisin. Bu oyatlar siyosat haqida, hokimiyat haqida,
musulmonlarda ishlarini boshqarish haqida va qaysi qonunlar bilan boshqarish haqida gap ketyapti. Alloh subhanahu va taoloni qonunlariga agar bugungi kundagi muammolarni yecholmaydi, islom qachon kelgan, bugungi kunda 21-asr degan insonlar uchun Alloh subhanahu va taoloni so'zi bor. Alloh taolo aytayaptiki: "Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay va hudan va rahmatan va bushro lil muslimin." Alloh aytayaptiki, biz senga mana bu Qur'onni yubordik, nozil qildik. Tibyanan likulli shay, hamma narsani bayon qilib, to'g'ri yechimini ko'rsatish uchun, berish uchun. Va hudan va rahma, va sizlarga to'g'ri yo'l va Allohning rahmati sifatida va musulmonlar uchun jannatga olib boradigan xush xabar sifatida yubordik deydi. Kim jannatni xohlasa, Allohning qonunlarini mahkam tutish kerak. Bu kitobni o'qivergan bilan u hech narsa bo'lmaydi. U o'qish emas, kitobning ichidagi Allohning buyruqlariga bo'ysunish haqida. Mana bu asos. Mana bu to'g'ri yo'l. Mana bu hidoyat. Shuning uchun inshaalloh keyingi yana mavzularimizda islom bu siyosiy muammolariga qanday yechim bergan va islom davlati qanday boshqargan. Bilasizlar, Rasul sallallohu alayhi va sallam o'sha Madinada davlatni qurgan bo'lsa, mana bu davlat butun dunyoga yoyildi. Bizi O'rta Osiyoga yetib keldi. Nima uchun? Bu ana shu Allohning yuborgan to'g'ri yo'li bo'lganligi uchun. İnsanlar o'ylab, fikrlab, bu islomni haq yo'lligini bilib qabul qilishdi. Bizi ota-bobolarimiz mana shun bilan yashashdi. Atiga 100 yil o'tdi xolos bu qonunlarni bekor bo'lganiga. U 100 yil avval bizi ota-bobolarimiz islom qonunlari bilan yashashgan edi. Islom qonunlarini mahkam tutishganda ular dunyoda aziz, kuchli edilar. Bu islomni qo'ldan boy berib biz kofirlarni malayiga aylandik. Shuning uchun birodarlar, tariximizni qarasak, dinimizni, Qur'onimizni, Rasul sallallohu alayhi va sallamning hayotini qarasak, u yerda bizga to'g'ri yo'l bor. Mana bu dunyoni yo'q, oxiratda baxtiga eltadigan yo'l, hidoyat. Buni faqat bilmaymiz bugun. Bugungi kunda islom olamidagi notinchlikni sababi shunda. Bu O'zbekiston haqida gap ketmayapti, butun ummat haqida gap ketyapti. Biz islom ummati haqida gapiryapmiz. O'zingizlarda xabaringlar bor. Mana Suriyada bo'ldi, undan avval Arab bahori deb bu nima bo'ldi? Bular nima? Musulmonlar islomini anglab, endi biz birlashaylik, islom asosida, islom qonunlari asosida bir bo'laylik hammamiz. Allohning qonunlari bilan yashaylik. Bu kofirlarga malay bo'lmaylik deb musulmonlar ko'tarilyapti, ovoz chiqyapti ulardan. Faqat bu Allohning siyosiy qonunlarini ham o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak. Shuning uchun inshaalloh kelgusida birma-bir bu qonunlar haqida suhbatlar qilamiz inshaalloh. Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh.